Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz to'langan pensiyalar miqdori to'g'risida ma'lumotnoma olish yo'nalishida bo'ladi. Kontentni boshlashdan oldin bizni yangi kuzatayotgan kuzatuvchilarimizdan kanalimizga obuna bo'lishni va kanalimizda joylashtirilgan zarur xizmatlarni demak ko'rib, bevosita o'zlariga keraklilardan foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Umuman kontentni like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Kontent aynan egasiga yetib borishi uchun bu katta bir ish imkoniyati yaratadi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Mayga o'z ilovasi orqali o'tamiz. Xo'sh, ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish jarayonlari kanalimizda mavjud. Aynan shu video yo'riqnoma orqali ro'yxatdan o'tgandan so'ng jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Demak, kirib olganimizdan so'ng xizmatlar yo'nalishi orqali bizga keragi pensiya sohasi bo'ladi. Va bu yerda aynan to'langan pensiyalar miqdori to'g'risida ma'lumotnoma degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali o'tamiz va jarayonni davom etamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi va avtomatik tarzda. Hozirgi holatda pensiya olib turgan nafaqachi ayolimiz nomlaridan kiramiz. Aynan xizmatdan foydalanish qilganimizda bizga bu yerda demak pensiya turi, aynan qaysi yo'nalishda olayotganingiz, bu yerdan pensiya sizga nogironlik bo'yicha tayinlangan bo'lsa, demak shu turli zararning qoplanishi va hokazo shu kabi o'qishni qutganlik pensiyasi kabi turlar mavjud. Bu siz pensiyaga chiqqan holatingizda demak aynan qaysi yo'nalish bo'yicha chiqqan bo'lsangiz, shuni avtomatik tarzda aks ettiradi. Bu yerda ma'lumotlarni integratsiya asosida o'zi tortib olgan. Bu yerda agar deylik siz ma'lumotnomani boshqa tilda olmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha tanlash imkoniyati mavjud. O'zbekcha, ruscha va ingliz tilida. Endi kerakli so'ralayotgan yerga qaysi tilda so'ralayotgan bo'lsa, aynan shu tilni tanlab jarayon davom etasiz. Xo'sh, shundan so'ng demak pensiya ma'lumotnomasini olish davrini ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Aynan qaysi davrdan qaysi davrgacha araliqda sizga shu ma'lumotnoma kerak. Deylik 2024-yil 1-martdan demak hozirgacha bo'lgan araliqni biz tanlab oldik va shundan so'ng yuborish tugmasini bosamiz. Xo'sh, demak bu yerda ketma-ket oyma-oy o'sha aynan 2024-yil mart oyidan to'g'ri hozirgacha bo'lgan araliqda to'langan pensiya miqdori o'zgarishlari barchasi ketma-ket aks etadi. Va oxirida yuklab olish degan usul mavjud. Yuklab olib, demak jarayon davom etamiz va aynan ma'lumotnomani yuklab olingan ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Ana shu turdagi demak shu araliq davrdagi aynan bizga to'langan pensiyalarni birma-bir kuzatishimiz imkoniyati mavjud. Kontentimiz aynan shu mazmunda edi. Video yoqqan bo'lsa, takror aytamiz, like bosib qo'llab-quvvatlang. Bu kontent aynan egasiga yetib borsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.